Assalomu alaykum vatandosh va zamondosh dunyo aholisi. Sizlar dunyoning qaysi burchagida yashashingizdan qat'iy nazar o'zbek millatiga mansub bo'lsangiz yoki o'zbek tilini mukammal o'rgangan bo'lsangiz, donishmandlik sir asrorlarini o'rganishga qiziqsangiz, dunyo o'zbeklarining onasi, mantiq ilmining malikasi, o'zbek oyim ta'limoti va inoyat janri asoschisi, erkin ijodkor, mustaqil tahlilchi, o'zbek oyim nomli donishmandlar ravnaqi hamjamiyatining yetakchisi, jahon adabiyoti sahnasiga o'zbekoyim taxallusi ostida yozilgan mantiqiy hikmatlari bilan tashrif buyurgan alloma Inobatxonim Abiyevaning hayot falsafasi fanidan onlayn saboqlarini mutlaqo bepul har yakshanba ertalab soat 9 dan 11 gacha kuzatib, o'z fikr va mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. O'zingizni qiziqtirgan va qiynayotgan savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Biz sizni safimizga qo'shilishga va o'zbek oyim ta'limotining targ'ibotida ishtirok etishga taklif etamiz. Yurtimizda va boshqa davlatlarda faoliyat olib borayotgan adabiyotshunoslar, filologlar, akademiklar, fan nomzodlari, ziyolilar va xalqimiz orasidagi dono kishilarni taklif etib qolamiz.